Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana kutilgan, va'da qilingan video. Sizlarga bugun MyFundedFX kompaniyasi, ya'ni hozirgi kunda Secrets Funded kompaniyasi hisoblangan prop kompaniyadan pul yetish jarayonlarini ko'rsatib o'taman sizlarga. Videoni boshlashdan oldin sizlarga o'zimni Telegram kanalimni ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana shu prop kompaniyaga aloqador bo'lgan barcha ma'lumotlar o'zbek tilida mana shu meni faoliyat olib borayotgan kanalimda hammasi mavjud. Kimga kerakli savollar bo'lsa, mana shu gruppadan javob olishligi mumkin. MyFundedFX eski nomida qolgan, hamma o'shaning uchun biladi bu gruppani. Xo'p, endi asosiy qiladigan ishimizga o'tadigan bo'lsak, xo'p, mana bu o'zini dashbordi hisoblanadi, prop kompaniyani. Xo'p, bizga kerak bo'ladigan bo'limni tanlab olamiz. Profit bo'limiga kiramiz birinchi navbatda. Xo'p, keyin mana bu yerdan o'zimizning akkauntimizni nomerini tanlab olamiz. Ya'ni 114 538. Ko'rib turganingizdek 2047 dollar. Hisob raqamimizda mavjud. Bugungi chislo 9-aprel 80% profitini chiqarib beradi. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz request withdrawal bosamiz. Xo'p, bu yerda bizaga kerakli summani, maksimum summani tanlab olamiz. O'zi ko'rsatib bergan 2559.61. Xo'p, kerakli ma'lumotlarni sizlarga aytib o'taman. Agar balansingizda 1000 dollar foyda bo'ladigan bo'lsa, USDT 20 orqali cheres chiqarib olishligingiz mumkin. Agar 1000 dollardan oshiqroq summa bo'ladigan bo'lsa, RiceWorks programmasi orqali yechib olinadi. Uni tanlaymiz Rice'ni. Rice'ga yetishdan oldin avvalambor sizda Rice ochilgan bo'lishligi kerak. O'zingizni Gmail akkauntingizga Rice ko'rinishi mana bunaqa bo'ladi. Mana hamma daniylar verifikatsiyalar bo'lgan, tayyor bo'ladi. O'zingizni MyFundeddan ro'yxatdan o'tgan Gmail akkauntingizga Rice ochilgan bo'lishligi kerak. Xo'p, endi общий summani yozib olamiz. 2559.61 sent. Rice tanlaymiz bu yerdan. Xo'p, mana email adresini ko'rsatgan deyapti. Xuddi mana shunday menga o'xshab tanlab olasizlar. Keyin generate passcode deb bossanglar, emailingizga kod keladi. O'sha kelgan kodni yozasizlar. Hozir Xo'p, kodni kirgizganingizdan keyin submit knopkasini bosasizlar. Xo'p, thank you. Your request is now under review. Ko'rib chiqish jarayonida 2 ish kunida sizlarga pulinglarni o'tkazib beradi. Xo'p, endi sizlarga yana bir ma'lumotni eslatib o'tmoqchiman. Kimga hisob raqam olishda prop kompaniyadan skidka kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bu White 30 promo kod orqali foydalansangiz, 3 etapli shot 50.000 dollarlik shotimizni 10% skidkada 205 dollar hisoblanadi. Bemalol foydalanib sotib olishingiz mumkin. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like va kommentariy yozishni unutmang. Mana hurmatli kuzatuvchilar, oradan 10 minutdan o'tdi, o'tmadi. Rice kompaniyasiga shartnomamiz yetib keldi, prop kompaniya tomonidan. Endi uni qo'l qo'yib tasdiqlab olishligimiz kerak. Buning uchun kirganingizda, mana Rice'ga kirganingizda Action Items bo'limida MyFunded Solution kompaniyasidan shartnoma keldi. Accept deb bosamiz. Xo'p, mana jarayonlar boshlandi. Endi qo'l qo'yishligimiz kerak. Qabul qildi birinchi shartnomani. Endi qo'l qo'yishligimiz kerak. Bosamiz.
Xo'p, adashmasam bo'ldi. Endi ular tomonidan, kompaniya tomonidan tasdiqlanishligi kerak. Hozir mana bu tasdiqlanganligidan keyin ulardan ham atvet keladi. Xo'p, kirib ko'ramiz. Xo'p, mana kirdi. Tanlab olamiz, boshladi qo'l qo'yishligimizni. Kerakli joyiga o'zi tegida bo'ladi. Hozir startda bosamiz. Tegli joyiga kerakli qo'lni qo'yib olamiz. Birinchi qanaqa qo'ygan bo'lsa, o'sha narsani повторяш qo'yishligimiz kerak. Mana, xo'p. Endi done knopkasini bosamiz. Bo'ldi. Rahmat deyapti mana. Endi xudo xolasa ular pulni tashlab berishligi kerak. Xudo xolasa ular tomonidan qabul qilingandan keyin bu shartnomamiz pulni ular yuborishadi. Bu yoq keyingi jarayonlarni ham sizlarga ko'rsatib boraman. Mana hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turganinglardek, oradan 1 soat vaqt o'tdi. 2:25 da boshlangandi. 3:25 da raysimizga ko'rsatilgan boyagi summamizdan 80% 2047.69 sent yetib keldi. Ko'rib turganinglar, mana sertifikati. Mana sertifikati. Endi qiladigan keyingi ishimiz